Kurs vaqtida jigarimizni qanday himoya qilamiz? Birinchi navbatda spirtli alkogollarni olib tashlaymiz. 2. Og'iz orqali qabul qilinadigan любой anabolik steroidlarni, ya'ni tabletka shaklidagilarni 2 tasini birdan qo'shmaymiz. 3. Kerak bo'lsa dozirovkani pasaytiramiz yoki olib tashlaymiz. Jigarimizni baholash uchun analizlar kerak bo'ladi. ALT, ST, GGT, shelishniy fosfataza, bilirubin. Hech bo'lmasa 1 yilda bir marta jigarimizni o'zi qildirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qanaqa qo'shimchalar va dorilar ishlatamiz? Birinchisi, Liv 52 kuniga 2 tabletkadan 2 martadan ichsak bo'ladi. Ursasan tana vaznimizga 10-15 mg dan to'g'ri kerak bo'ladi. Tutka kunlik dozirovkasi 250-500 mg bo'ladi. Geptiral, qaranglar, geptiralni tabletka shaklida olmaymiz, ukol shaklida olamiz. Kunlik dozirovka 800 mg dan bo'ladi, 10 kun qo'ysak bo'ladi. Glutation kunlik dozirovkasi 1200 mg, buni ham 10 kun qo'ysak bo'ladi. Remaxol kunlik dozirovkasi 400 mg, buni ham 10 kun qo'ysak bo'ladi.